Avtomobilingizni full variantda hadovoy qildingiz, lekin hech nima o'zgarmadi yokida ko'p yurmasdan yana mashinangiz qattiq bo'lib qoldi. Bunga sabab nimada? Videoni ko'rishda davom etib turing, men shuni sababini sizga aytib o'tib ketaman. Ko'pchiligimiz bilamiz, avtomobilda 70% ni rezinkalar tashkil qiladi. Shuning uchun hadovoy qilyapti turganda rezinkani sifatiga qarash katta ahamiyatga ega. Bu mashinamiz bir oldin hadovoy qildirishgan, lekin bir oyda ichida mashina o'zini eski holatidan ham qattiq bo'lib ketgan. Bu mashinamizga sanni bloklarini oddiy koreyskiy sanni blok qo'yishgan, lekin uzoq vaqt yurmasdan rezinka qotib qolgan. Biz bunga albatta jem, mana yumshoq rezinkalar qo'yib, hattoki ichkari stabilizator rezinkasigacha mana jem qo'yib, mashinalarni yumshoq qilib beramiz. Albatta bunga 4 ta usilienniy Captiva forma amortizatorimiz ham kiradi. Mashinani yumshatishda rulovoy ham katta rol o'ynaydi. Rulovoylarni yechib olib, o'ng tomon vtulkalarini saniplastdan qilib, chervaylarda bokovoy luft berib qoladi. Shu chervaylardagi luftlarni yo'qotib, mahallalarda ichida yurganda rulga urishlarini mutlaqo yo'qotib beryapmiz. Eng oxirgi va eng glavniy o'rinda orqa shtanga vtulka rezinkalari bo'ladi, 12 talik. Buni обязательно almashtirib yurishni tavsiya qilaman. Sababi orqadagi har xil noxush ovozlarni, mashinani pavorotda orqa qismini tashashini oldini olib, mashinangizni ancha yumshoq qilib beradi. Ko'rib turgan barcha rezinkalaring, tiyaga, nakanish va 4 ta amortizator Gentra mashinasini olib tashaldi. Bunga o'zimiz barcha xizmatlarimizni qilib, ishlarni chotga qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Doim mashinasini qattiqligidan nolib yuradigan o'rtoqlarga videoni jo'natib, profilga obuna bo'lib, bitta like bosishni unutmanglar.